Bugun o'tadigan narsamiz, bugun sizlarga tushuntirib bermoqchi bo'lgan narsam Fibonacci strategiyasi. O'tgan dars Fibonacci'ni joylagandim. Bugun o'sha Fibonacci'ni davomini ko'ramiz. Ya'ni Fibonacci bilan bog'liq bo'lgan ayrim strategiyalar bor. Ko'pchilikka mashhur o'sha dominant break, misol uchun entry zone degan Fibonacci bor. O'sha Fibonacci'ni strategiyasini sizlar bilan birgalikda obzor qilamiz. Xo'p, demak, boshlaymiz. Birinchi bo'lib Fibonacci'ni o'zini nastroykasini ko'rib olaylik, ekan qayerda ishlatishni misol o'rganamiz. Mana bu oddiy Fibonacci. Bu golden pocketni o'zi hozir men Fibo entry'ni o'qaman. Xo'p, bu holat. Bu nastroykasini olaman, ya'ni bizda bu nastroykasini ko'rib chiqadigan bo'lsak, bizda yoniq 0, 0618 golden pocket, 05, 1, 2618, 4236, 178, 198, 188. Men 178 ni 168 ga o'zgartiramiz. 288, 278 qolgani to'g'ri bo'ladi. Xo'p. Demak, mana bu holatda turadi. Bizda ikkita entry zona bor. Bu entry zonalar qaysi? Bizda mana bu 278 bilan 288 ekan, 188 bilan 198 bu bizani entry qiladigan zonamiz bo'ladi. Price kelib mana 1618 dan misol tepaga shpilkani uradida, bizani mana bu yoqqa qo'yilgan limitimizni olib, keyin misol uchun tepaga yoki bu holatda bo'ladigan bo'lsa, pastga qarab qaytib ketishi mumkin. Demak, bu bizda Fibo entry degan o'zimizcha ko'pchilik nomlab olgan strategiya. Buni endi ishlatishni ko'rib chiqamiz. Birinchi o'rinda dominant break degan narsa bor. Dominant break degani bu qanaqa? Bitta candleni misol aytaylik, mana bitta поглощение qilib pastga qarab tushib kelgan qizil candle. Ya'ni quyib kelgan candle, mana bir candle. Ili bu candleni bir nechta misol yashil candlelar bilan yutilishi. Ya'ni misol 1 emas, 2 emas, misol bir nechta yashil candlelar bilan yutib chiqsa, misol mana bu misol aytaylik 3 ta. 3 ta yutib chiqadigan bo'lsa, bu holat misol uchun mana bu joyi dominant break deyiladi. Ya'ni shunaqa strategiya dominant break strategiyasi. Bunda Fibonacci qanaqa tortiladi? Bunda Fibonacci o'sha eng minimum, ya'ni agar misol mana buni shpilkasi bo'ladigan bo'lsa, aytaylik, mana bu yerda bizda shpilka bor. Oxirgi candleimiz shpilkasi bor. Mana buni ham misol bizda shpilkasi bor. Shpilkasi bo'ladigan bo'lsa, bizda dominant break qanaqa tortiladi? Eng minimumdan o'sha break out qilgan candleni tanasigacha tortiladi. Tushunyapsizlarmi? Eng minimumdan break out qilgan candleni tanasigacha tortamiz va bizada ko'rib turganlaringda misol uchun entry zonalar paydo bo'ladi. Ya'ni price kelib tepaga shpilka berib, misol uchun mana shu birinchi bo'rni o'zidan ketishi mumkin yoki misol bu yoq agar buziladigan bo'lsa, tana bilan tepadan entry zona qidiriladi. Bunda ham xavfsizroq entry qilish uchun nima qilish kerak? Misol bu dominant break strategiyasini 1 soatlik time frameda ko'ryapsizmi? Xavfsizroq entry qilish uchun iloji boricha maydaroq time frameda market strukturasini sinishini kuzatish kerak. Ya'ni maydaroq time frameda market strukturasi sinishi degani, misol 1 soatlikda ko'rayotgan bo'lsangiz, bizda bilamizki, ikki xil struktura bor. Misol mana bunaqa, ya'ni bu misol globalniy struktura, ya'ni globalniy degani umumiy trend, mana bunaqa globalniy, keyin bizda bor lokalniy struktura bor. Lokalniy struktura qanaqa? Globalniy strukturasini har bir valnasini ichida bunaqa ichki misol uchun lokalniy struktura bo'ladi. Mana bu struktura. Biza aytayotgan misol 1 soatlik time frameda ko'rayotgan strukturamizda ichida endi lokalniy time frameda biza struktura pastga qarab sinishini ko'rishimiz kerak bo'ladi. Endi biza turgan boyagi Fibo entry zonamizga kelganda mikrostruktura, ya'ni lokalniy strukturada agar misol o'zini strukturasi sindirsa, uni korreksiyasidan bemalol entry qilsanglar bo'ladi.
Buni ham hozir ko'rib chiqamiz. Endi strukturani o'ziga ham to'xtalib o'tsaylik, bu struktura mana bu globalniy strukturani valnasi, ya'ni tepaga ketayotgan trend. O'sha tepaga ketayotgan trend bilan birgalikda o'sadigan lokalniy struktura, mana bu narsa bu minor deyiladi. Minor struktura. Ya'ni buni ham belgilab qo'yaylik. Minor struktura. Bu minor struktura ekan. Xo'p, endi globalniy strukturani bizda korreksiyasi bor, globalniy strukturaning korreksiyasi bor. O'sha korreksiya bilan birgalikda umumiy trendga qarshi tushib keladigan lokalniy struktura bor. Bu bizda substruktura deyiladi. Ya'ni substructure. Substruktura deyiladi. Bu buniki misol, mana bu minor, mana bu substruktura ekan. Demak, biza substrukturani sinishini ko'rishimiz kerak. Ya'ni bizda misol minor struktura tugab, substruktura boshlangan vaqtini bilsaylik, bemalol o'sha Fibonacci'ni entry zonasidan biza pastga qarab kirib olsaylik bo'ladi va depozitimizni xavfsiz boshqarsaylik bo'ladi. Kelinglar, ko'rib chiqamiz. Xo'p, bu holatda bizda dominant break qayerda bo'lgan? Mana bu aytaylik, biza ko'rayotgan impuls bilan tushib kelgan sham. Mana bu impuls bilan tushib kelyapti. Impuls bilan tushib kelyapti. Endi buni break out qilgan joy qayer? Bizda bu break out bo'lgan joy bu yoqda. Mana bu break out bo'lingan joyi, misol bizani strukturamizni sindirgan joyi. Mana ko'rib turibsizlar, bu yerda hech qanaqangi tushunmovchilik bo'lmagan. Ya'ni misol price ko'tarilib ketyapti. O'sha oxirgi tushib kelgan joy candle'ni olamiz va break out qilgan shamgacha Fibonacci tortyapmiz. Ko'rganlaringdek bizani qaytadigan resistance zonamiz kelyapti. Ya'ni misol narx ko'tarilib ketdi, boryapti-da, misol 2618, ya'ni golden pocketga kelyapti-da. Bu yerda misol uchun pastga qarab qaytish qilib korreksiya qilib ketdi. Xo'p, biz buni 4 soatlik time frame'da ko'ramiz. Endi bu joyda qayerdan entry qilishimiz kerak? Xohlaganlar bunaqa joyda sell limit qo'yib qo'ysa bo'ladi. Lekin bu biroz risk. Shuning uchun bunda endi mayda time frame singanini ko'rish kerak. Ya'ni mayda time frame degani hozir 4 soatlik time frame'da ko'ramizmi? Demak, biz ko'rishimiz kerak. 3 minutlik yoki 1 minutlik time frame'da ko'rsanglar bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlar. Misol biza ketyapti. Agar shamda chalkashmovchilik bo'ladigan bo'lsa, har doimgidek liniyaga olib qaraymiz, Bizada struktura bo'lingan joy qayer, buzilgan joy qayer? Misol uchun bizada struktura buzilgan joy bu. Bu yerda struktura buzilyapti. Biz bilamizki, mana bu yerda bizning interest zonamiz. Interest zona, ya'ni short way zona buzildi. Bu zona buzilsa, mayda time frame short way bo'lib qolamiz. Bu zonamiz buzyapti-da, zonamiz test qilib, keyin misol uchun narx pastga qarab qochib ketyapti. Demak, xuddi shunaqa bizani entry qilish zonamiz bu yerda bo'ladi. Ya'ni biz bu yerda entry qilamiz-da, buni tepasiga aytaylik stop lossimiz qo'yiladi. Demak, bu xavfsizroq entry qilish bo'ladi. Demak, bizani resistance zonamizga kelayotganda, o'sha boya aytganimizdek, mayda time frame'da, ya'ni substruktura boshlanishi kerak, minor strukturasi tugallangan bo'lishi kerak. O'shanda biza bemalol entry qo'ysak bo'ladi, xavfsizroq entry bo'ladi yoki sell limit bilan ishlab, misol bu yoqqa limit qo'yib qo'yib, keyin kirsa ham bo'ladi. Davom etamiz. Xo'p. Kelinglar, yana bitta ko'ramiz. Yana bu yoqda misol uchun bizda break bo'lib bergan joy shu. Eng minimumdan o'sha break out qilib bergan, ya'ni buzib bergan shamga tortamiz. Bu yerda nima bo'lyapti? Bizda narx kelyapti.
ko'rayotganlaringdek entrimizdan pastga qarab qulab ketyapti. Sal teparoqda ekan tortishi. Bir o'tani. Точно misol uchun entry zonamizgacha kelgan. Hozirgi moment, ya'ni how use defaultni ayni vaqtda biz entry qilishimiz kerak bo'lgan joy shu yerda edi. Ya'ni dominant break beryapti. Biz Fibonacci tortyapmiz. Bizning entry zonamiz. Entry zonamizga kelib, misol uchun bitta shpilka berib, misol pastga qarab qochib ketyapti. Ikkinchi marta misol bu joyga qarab kelishining sababi nima? Bu ko'tarilib kelgan vaqtda liquid yechdi bu shpilka. Liquid yechgani uchun buni qanaqadir to'ldirish uchun keladi. Ya'ni oddiy misol buni 0.5 bilan olib qaraydigan bo'lsak, ya'ni bu liquid yechgan shpilkani hozir misol premium zonasiga kelyapti. Keyin misol uchun bu yoqdan diskountga qarab savdo qilsa bo'ladi. Buni ham keyingi videolarda o'tamiz. Xo'p, bu holatda ham ko'rib turganimizdek dominant break strategiyasi ishlab bergan. Kelinglar how USDning hozirgi holati bo'yicha bitta qaraymiz. Ya'ni hozirgi holatida bizda dominant break qilib bergan svecha qaysi? Ya'ni impuls bilan tushib bergan svecha shu. Buni break out qilib bergani bu. Ya'ni bu yoqda tana bilan break out qilib beryapti. Ya'ni bunda misol minimumdan tortamiz maksimumga qarab. Xo'p, demak bizning entry qilishimiz zonamiz qayer? Agar narx price tepaga qarab keladigan bo'lsa, misol bu yoqdan pastga qarab entry qilsaylik bo'ladi. Mayli time frame dagi strukturasini ish bo'ladigan bo'lsa, bemalol boyagi joydan misol entry qilsa bo'ladi. Xo'p, boyagi dominant break deganda misol bu qanaqa joylar olinadi? Aynan dominant breakdan quyib kelgan sham va eng kamida 3 ta sham bilan yutilishi kerak. Основной o'zini qoidasi bo'yicha. Lekin misol bitta sham bilan tushib kelib, ikkinchi sham bilan misol uchun buni поглощение qilib tepaga ko'tarib ketib qoladigan bo'lsa, bu dominant break bo'lmaydi. Kamida misol uchun 3 ta sham bilan olgan ma'qul. No, 2 ta sham bilan olsa ham bo'ladi, lekin unda nima deydi? Ehtiyotkorona bo'lib savdo qilish kerak. Misol, mana bu holatda ham aytaylik, dominant breakni olib ko'ramiz. Ya'ni eng minimumi va bizdan buz bergan maksimum. Misol bu yerda ham ishlab bergan, ya'ni ko'rib turganlaringizdek price kelib, bizning zonamizni test qilib, misol ko'rgan bo'lsanglar, oqib bergan. Xuddi shunaqa dominant break strategiyasi shunday ishlaydi. Bu endi qaysi vaziyatda olgan ma'qul? Dominant break strategiyasini qaysi payt ishlatish kerak? Qachonki bu faqat aniq bir trend mavjud bo'lganda, ya'ni faqat hayini urib berayotganda, hayini urib berayotgan bo'lib ketayotganda dominant breakni tepaga qarab qidirish kerak. Ya'ni tepaga qarab izlash osonroq. Agar low'ni urib kelayotgan bo'lsa, unda biz pastga qarab izlashimiz kerak, ham xavfsiz bo'lish uchun. Ya'ni bu degan nima degan? Agar biz trend bilan savdo qiladigan bo'lsak, biz qilayotganimizda bizda win trade ko'proq bo'ladi. Agar trendga qarshi savdo qiladigan bo'lsak, biz bilamizki, bizda misol yo'qotish ko'proq bo'ladi. Shuning uchun trend qayoqqa ketayotgan bo'lsa, o'sha trend bilan birgalikda savdo qilganimiz ma'qul bo'ladi deb o'ylayman. Xo'p. Fibonacci bo'yicha sizlarga tushuntirib bermoqchi bo'lgan strategiyam shundan iborat edi.